Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Mana bugun 3-iyun navbatdagi fuqarolar bilan, tadbirkorlar bilan Agrobankda uchrashuv belgilangan, rejalashtirilgan. Vaqt topganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz Agrobank nomidan. Kimda-kimni qanaqangi Agrobank to'g'risidagi masalalari, kredit olish yoki bo'lmasa Agrobank ko'rsatadigan xizmatlaridan savollari bo'lsa murojaat qilasizlar. O'shanga asosan men murojaatlaringizni yozib olaman. Qisqa fursatda shu murojaatlaringizni masalasini hal qilib berishga chorasini ko'ramiz. Bo'lmasa vaqt yo'qotmasdan bir boshdan hamma ismi, familiyasi, sharifi, manzili, telefon raqami va murojaatini mazmunini bildirib o'tsa yaxshi bo'ladi. Boshini o'zim tanishtirmadim. Agrobankda o'rinbosari Murod Alisher meni ismim. Bo'lmasa bir boshdan boshlaylik. Marhamat. Tinaqulov Akbar Boymurod o'g'li. Qattiq ayting. Tinaqulov Akbar Boymurod o'g'li. Tinaqulov Akmal. Akmalmi? Aha. Boymurod o'g'li. Xalqobod mahallasida turaman. Xalqobodda. Telefoningizni 90 673 81 11 81 61 ha? 50 million so'm kredit olmoqchi edim chorvachilikka. 50 million chorvachilikka. Mana bu murojaatni yozib oldim. Mahalla vakillarimiz bilan birgalikda qisqa muddatda shu masalaga yechib berish chorasini ko'ramiz. Faqatgina maqsadni saqlab, bir so'mizga 2 so'm qilib, hamma sharoit bo'lsa, nima yaratib beramiz. Kim yana? Men operativ Zarina. Zarina. Zarina Bahriddin qizi. Adres haqqa? Bo'g'otaman. Telefoningizni ayting. Hozir. Otuz beş milyon. 35 milyon? 500. 35,5 milyon ha? He. Çorbanızı toplamak istiyorsunuz. Telefonunuzu tasarruf edeceğiz. Ne var? 88'lik. Kaç öyle yapıyorsunuz? Bağlanışını düşündü. Ke? 082 71 19. 71 19. 19. Telefonunuzu yazmayın mı? Ha, yangi o'qar edimda. Yangi sumka qilganlar. Xo'p, yechamiz masalangiz sizga. Ertandan keyin to'lovlarni esdan chiqarib olaman. To'lovlaydi. Yana kimdan nima murojaat qiladi? Ha, qizim ayting. Men Musulmona Fatima, Musulmonova Fatima. Bahodir qizi. Qo'shchilar mahallasi. 17 million chorva kreditini olmoqchi edim. Qo'shchinordansiz ha? Telefoningiz to'g'rimi? 97 97 636 636 06 60. 17 million so'm Chorva krediti. hal qilamiz. Yana kimda? Safarova Izoza Aktam qizi. Zafarova? Safarova. Safarova. Xalqobod maydondan 17 millionlik kredit olib chorva qilmoqchiman. Safarova Izoza. Uchti. Aktam qizi. Xalqoboddan siz ha? Ha.
7 millionlik chorva krediti. telefoningiz bormi? Ha, bor. 33lik 470 1507. Qisqa fursatda yechib beramiz sizning masalangizni. Xo'p. Yana kimdan nima masalasi? Bo'ldi. Murojaatchilarni hammasini murojaatini yozib oldik. Qisqa vaqtga mana shu kreditni ajratib berishni chorasini ko'ramiz sizga. Faqatgina bundan maqsadli sarflab, ro'zg'orlaringizga qo'shimcha daromad olib, to'lovlarni kechiktirmasdan o'z vaqtiga amalga oshirishni iltimos qilib qolaman. Kelganlaringiz uchun katta rahmat.